Xolvatar deb nomlanadigan, ham issiqligida ham sovuqligida odamga xush yoqadigan bu taomni siz qaysi usulda tayyorlaysiz? 2 dona masalliqdan tayyorlansa ham ayrim texnikalarda xatolikka yo'l qo'yamiz. Yaxshi yetilib pishgan xolvatar bo'lsa kesilganda xuddi shunaqa marmeladdek tovlanib, sizni o'ziga jalb qiladi. Yaltirab tovlanib turgan xolvatarni bo'lsa, men uslubimda ko'ringlar va xato kamchiliklarni izohlarga yozib qoldiringlar. Va har doimgi kadr ortida qoladigan jarayondan ishimizni boshlaymiz. Oshxona va gazliga bir ro'y mehr beramiz va bismillah deb qozonga bir cho'mich yog' solamiz. Yog'imiz biroz qizigach, bir piyola un solamiz va yaxshilab qovuramiz. Oppoqqina unimiz xuddi shunaqa tusga kiradi. Shokolad rangini olgandan so'nggina suv solamiz. Tinimsiz kavlab turishni unutmanglar. Bu tez tega oladigan jarayon va xolvatarda qora nuqtachalar suzib qoladi. Otashimizni biroz pasaytirib, xolvatar qaynashi uchun o'z holiga qo'yamiz. Aralashtirayotganda qozon chetlaridan olib aralashtirsanglar, qozonimiz chetiga yopishib, xunuk bo'lib qolmaydi. Va shunaqa ko'rganinglarda ko'zinglar quvnab, chiroyli bo'lib qaynaydi. Qaynab yetilgach, quyilishni boshlaydi va shu joyda likopchalarga quyib olamiz. Qo'shnilarga chiqarishda esa payshanba va chorshanba kunlarini kutmaymiz. Bu taomni qandaydir irim uchun emas, immunitet ko'tarilishi uchun tayyorlab yeymiz. Yoqimli ishtaha.